Ayollarning beg'uborligi nega yo'q bo'lib qoladi? Xuddi shunday savol oxirgi paytlarda juda ham ko'p erkaklardan men o'zimga ham kelib tushyapti domla. Va men o'zim quyidagicha bunga javob aytdim, fikrimni bildirdim. Odatda ayollar o'sha turmushga chiqqandan keyin 6 oy, 1 yil davomida sho'x, shodon, hazilkash bo'ladi. Erkaklar ham xuddi shu narsani umr bo'yi davom etsa kerak deb o'ylaydi va vaqt o'tgandan keyin u narsa yo'q bo'lib qoladi. Bunga meni javobim, ayollar bor rakursini uyda tozaligi, ro'zg'or, pishir-kuydir va farzand tarbiyasi va ayniqsa qaynona-qaynotasi bilan birga yashaydiganlar qaynananing roziligiga butun rakursni qaratadigan bo'lib qoladi va natijada er 3-4 darajaga tushib qoladi. Bu bor gapda domla. Er xuddi yo pul topib keladigan mashina yoki bo'lmasa bir qo'riqchiga o'xshab qoladi. Va bunaqa holatda men ayollarga, hurmatli ayollar, bu noto'g'ri holat deb aytaman. Bu narsa o'sha yangi kelin kuyovlikda qanday bo'lsa shunday bo'lish kerak deyman-da. Bunga sizning fikringiz, munosabatingiz domla? Xo'p, gaplaringiz to'g'ri, lekin menda biroz boshqacha fikrlar bor-da. Aha. Nima uchun ayollarda beg'uborlik yo'qolib qoladi degan savolga men o'z vaqtida qadrlanmaganligi uchun deb javob bergan bo'lardim. Nima uchun? Qanday qilib? Nimaga? Ayol kishi yangi xonadonga keldi, birinchi navbatda ota-onasini tashlab ketyapti. Bu eng katta masalan fidokorliklardan bittasi deb o'ylayman-da. Yangi xonadonni qonun qoidasiga moslashadi, hammani masalan rozi qilishlikka harakat qiladi. Ammo uni mehnatlari qadrlanmaydigan bo'lsa, rag'batlantirish bo'lmasa, rahmat qizim, baraka toping, qo'llaringiz dard ko'rmasin yoki bo'lmasa yaxshi ham borsiz deb qaynona gapirmasa, qaynota gapirmasa yoki bo'lmasam eri, ayniqsa eri. Ha. Onajonisi rahmat, umringdan baraka top, yaxshi ham borsan, sendan roziman degan haligi rag'batlantirish so'zlari bo'lmagandan keyin men o'zi kim uchun shuncha harakat qilyapman degan savollar tug'ilib qoladi-da. Keyin uni sho'xligi ham, beg'uborligi ham, hazilkashligi ham yo'qolib ketadi deb o'ylayman shaxsan men. O'shanga biz iltimos qilamiz hurmatli aka-ukalarimizdan, bu narsaga e'tiborli bo'lishlik kerak. Ayol kishi aytganimizdek ota-onasini tashlab siz bilan yashayman deb kelyapti. Endi o'sha fidokorligini ozgina bo'lsa ham Qadrlash kerak. Qadrlash va rag'batlantirib, sizdan masalan biron joylarga olib borish, nimadirlar olib berish zo'r, ammo eng kamida rahmat, rahmat, baraka top degan minnatdorchiliklar bo'lsa, xudo qolsa ko'p muammolarni oldini oladi bu narsa.